Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani Karimda bir oyat bilan bizga shunday ravishda murojaat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa bashshiril ladina amanu wa ghamilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala aytadi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga shunday ravishda bir murojaati bilan Rabbimiz endi bu oyatni boshlaydi. Iman kitirgan ham izgi amallar boshqargan zotlarni shodlandir deb aytadi. Jannatlar bilan og'ishlari ostida shishmalar berib, sular oqqan jannatlar bilan mu'min musulmonlarni shodlandir deb aytadi. Ham shusha so'zlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizga albatta yetkira. Jannat degan tushuncha, Alloh subhanahu va taolaning rahmati. Kimni uchun deganda, jannatlar, ne'matlar, mangulik turmushning ne'matlari kimlar uchun azarlangansan deganda, Allah subhanahu wa ta'ala aytadi, amanu va g'amilus solihati. Iymon keltirgan ham izgi amal qilgan. Allah subhanahu wa ta'alaga iymon keltiruv bizning ravishda bo'ladi deganda, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh so'zlarini aytuvimiz bilan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh so'zlarini aytuvimiz Alloh taoladan boshqa g'ibodat qilarlik zot yo'q. Ham Muhammad sallallohu alayhi vasallam aning haq elchisi ekanligini tanuvimiz, shuni tilimiz bilan aytib qo'yuvimiz. Ham shundan so'ng Alloh subhanahu va taolo bizga qo'shgan amallarni, bizga farz qilgan amallarni o'tavimiz bilan ko'rinadi. Namoz, zakat, roza, haj, shu tushunchalarni turmushimizda bildiruvimiz. Alloh subhanahu va taolo qo'shganlarni o'tavimiz. Birinchi bo'lib so'ralayotgan amallarimiz o'lda bo'lsa namoz deb aytadi Alloh subhanahu va taolo. Namoz Alloh subhanahu va taolo tomonidan mu'min musulmonlar uchun farz qilingan amal. Ham shundan tish qolgan izgiliklarimizni de albatta turmushimizda bildiruv. Alloh subhanahu va taolo qo'shganni o'tav, izgilikda bo'lu. Kishilarga, mu'min musulmonlarga Alloh subhanahu va taolaning maxluqlarına marhamatli, rahim shafqatli bo'luvimiz bilan ko'rinadi. Alloh subhanahu va taolo bergan ne'matlarga shukrona qilib turmushimizni olib boruvimiz bilan ko'rinadi. U vaqtda Alloh subhanahu va taolo aytadi, shu kishilar uchun bu jannatlar azarlandi deb aytadi. Shu kishilar uchun mening rahmatim erishishak deb aytadi. Kimda kim Alloh subhanahu va taolaning so'zine qarshi chiqdi, kimda kim Alloh subhanahu va taolaga g'osiy bo'ldi, Alloh subhanahu va taolaga qarshi chiqib Rabbimizning ne'matlarini tanimadi, u kishilar uchun ana payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam nazir, ya'ni kisatuvchi bo'larak keldi. Narsa bilan kisata deganda, unda bo'lsa jahannam, tamuq, Alloh subhanahu va taolaning g'azobi, mangulik g'azobi. Bu dunyodagi turmushimizda qo'y vaqtlarda nindidir og'irliklar kechirgan mumkinmiz. Qo'limiz og'irtuv, boshimiz og'irtirgan mumkin, oyog'imiz og'irtib qo'yargan mumkin, bir shanishga kirib qo'yargan mumkin. Shusha og'irtuvlarimiz bir neqadar mezgil bo'lib da, bir neqadar vaqtdan so'ng o'tatirgan, bitatirgan. Og'irtirsa da bir o'rnimizga og'irtib qo'yatirgan. Lekin tamuq o'ti, tamuq g'azobi mangulik deb aytadi. Ham ko'pga topqir ortiqroq bo'lgan g'azob. Shunga ko'ra da payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bashiran va naziran, jannat bilan shodlantiruvchi, ham tamuq bilan bizni kesatib qo'yuvchi. Alloh subhanahu va taolaning ne'matlarini tanib, Rabbimiz bergan tushunchalarni, Alloh subhanahu va taolo bergan eng ulug' bir boylik, ne'mat o'lda bo'lsa din islom, iymon keltirib turmushimizni olib boruv. Rabbimizning ne'matlarini ko'rib, shukrona qilib, Alloh taolo qo'shganlarni o'tab turmushimizni olib boruv. Shu vaqtda biz Alloh subhanahu va taolaning shu oyat karimasine to'g'ri kelgan bo'lib sanalamiz. Iymon keltirib, Rabbimizni esda tutib, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh so'zlarini ko'proq aytib, ko'proq qabatlab turmushimizni olib borib, shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo qo'shganlarni o'tagan vaqtda shu la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni amalga qo'ygan bo'lib sanalamiz. Amalga qo'yuvimiz bilan og'ir vaqtlarimizda, bu dunyodan ketgan vaqtlarimizda, jonimiz olingan vaqtda la ilaha illalloh Muhammad rasululloh so'zlarini aytirga yengil da bo'lur. Ham shu vaqtda, bu dunyoni qoldirgan vaqtlarimizda la ilaha illalloh Muhammad rasululloh so'zlarini aytib iymon keltirib ketsak, u vaqtda albatta Alloh subhanahu va taolo bizga va'da etgan rahmatini erishtirashak, mangulik jannatlarga kiritib, baxtli ravishda davom ettirishga nasib etashak. Rabbimiz hamma bizga da shu tushunchalarga erishishiga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.